Assalamu alaykum arzuyum. Pişiriq salonidagi barliq xonimlar, bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz o'zbekcha bo'g'irsoq pishirish usuli. Bunun ketilgan materiallar tuxumdan 4 dona, tuzdan kichik bir qoshiq, undan keyin sarmayda 100 gram, suvdan 300 gram ketadi. Undan keyin pishib chiqqandan keyin ustiga sepish uchun muvofiq miqdorda un shakar va pishirish uchun muvofiq miqdorda suyak ketadi. Endi buni tayyorlash bosqichi bo'lsa, oldi bilan biz quruq bo'lgan bir qachimizga suyimizni quyib olamiz. 300 gram suv, sarmayda 100 gram, buni tuzdan bir chimdim, ya'ni bir qoshiq savatliqqa, bir qoshiq savatliq buni o'tga qo'yib eritib olamiz. Mana xonimlar, buni o'choq qo'yib, sarmayni eritib olamiz. Eritib, bu nimasi tuzni aralashtirib tayyor qilamiz. Mana qizlar, sarmayı erib mushalat kelganda unni az-azdan quyib turib, buningga taki un yig'ichang un yig'ichang aralashtiramiz xonimlar. Suyimiz un yig'ichang uni aralashtiramiz. Sus o'tda elib boramiz bu mashg'ulotlarni. Bunu aralashtirgan vaqtimizda unni yesa, aralashtirib yuramiz. Un yig'ichang qattiq bir xil xamir qilib olamiz buni. Mana xonimlar, bu xamirimiz mushuna holat kelganda bo'lib qilamiz. Buni o'choqda elib, bir taldan tuxum chiqib, to'q ko'ptirgichimiz bilan aralashtiramiz. Mana birinchi tal tuxum chaqdik, buni aralashtiramiz. Aralashtirib olgandan keyin mana ikkinchi, uchinchi tal tuxum chiqib, yana qayta olib aralashtiramiz. Ondan keyin mana 4-chi tal tuxum chiqib, yana davomli aralashtiramiz. Mana aralashtirib bo'ldik. Bu shunday holat keldi, xonimlar. Yumshoq emas, qattiq emas, bir xil holat keldi so'zlashchan. Hamda buni yaxshilab pishirib olamiz. Mana xonimlar, qozonimizni o'choqqa isib, buningga 1 kilo yog' qo'yib oldik. Bunun qiziqligi normal bo'lgan chog'da biz bo'g'irsoqimizni shu kichik qo'shig'imizda olamiz. Kichik qo'shiq bilan kichik qo'shiqni mayga bir maylab etib, alib, ondan keyin buni serib pishirib, saqaytib olsak bo'ldi. Mana xonimlar, mana mayga bir milvatdik, bir kichik qochimizga maya olib, buni milvatdik. Bundan keyin mana serib olamiz. Olib, buni mayaga tashlaymiz. Mana xonimlar, buni o'tini normal qilib pishirib olamiz xonimlar. Kuyib ketmasin, qarab turib olamiz. Mana qizlar shuna pishganda olsak bo'ldi, mana. Hem taksatızgan misalcın görüyoruz. Mana qizlar, bo'g'irsoqimiz pishib chiqdi. Buni taqsiga oldik. Endi buning ustiga un shakar sepib turib, bezab iste'mol qilsak bo'ldi. Endi buni o'tirsin yerib ko'rib boqaylik. Mana xonimlar. Mana. Shunday bo'ldi, o'tirsin yersangiz mana. Mana pishib chiqqan bo'lsa bo'ldi. Bir bakayım. Şuna pişip çıkıyor. Bunun çoylağa un şeker öğülüp durup, amina sepip iste'mol qilsak bo'ldi, xonimlar. Mana bezaymiz. Mana qizlar un şeker bezab bo'ldik. Mana shunchalik yeyishlik bo'lgan bo'g'irsoq paydo bo'ldi. Hammangizga aytib, sinab boqqaningizlar, bolalar yoqtirib berdi buni.